Nima degasiz? La ilaha illaha ankasiz. Arabmisiz? Men arabcha tushunmayman. Mani Allohim qozoq qilib yaratgan. Allohga behisob shukr. O'lguncha qozoq bo'lib o'laman men. O'zimni qozoq tilimda gapiraman, oilamda. Siz ekranda O'zbekistonda bo'lgani uchun, o'zbeklar bo'lgani uchun sizlarni hurmat qilib men o'zbekcha gapiraman. Zo'rmanmi? Конечно, zo'rman. Bu ham bilimmi orqasi mana shu, ko'rdinglarmi? Men sizlarga doim aytaman-ku, Alloh taolo va arabcha o'rganayotganlarga men ko'pincha qilaman-da, hayron qolaman-da. O'shanda Alloh taolo adashdimi ekan sizlarni o'zbek qilib yaratib qo'yib? Sizlarga savol. Arabcha o'rganayotganlarga, arablarga o'xshab kiyinib yurganlarga men savol bergim keladi. O'shanda shunday buyuk Alloh taolo adashib qoldimi ekan sizlarni o'zbek qilib yaratib qo'yib? Как вы думаете? Adashishi mumkinmi Alloh taolo? O'zingiz ozgina kalla ishlating-da. Agar sizni arab bo'lishingizni xohlaganda, sizni arab tilida gapirishingizni xohlaganda, qisa 6 sekund O'zbekiston davlati yo'q bo'ladi-da, Arabiston bo'lib ketardingiz. Sirazu o'sha qo'shib borardi-da. Umuman yer yuzida O'zbekiston bo'lmasdi. O'zbek xalqi bo'lmasdi, hammasi arab bo'lardi. Bo'ldi, muammo emas Alloh taolaga. Nima qilasizlar? O'zingizlar boshinglarni aylantirib, o'zingizlarni qiynab, bolalaringni arabchaga o'rgatib. Sizlar o'ylaysizlarki, arabcha o'rgansa bu yaxshi inson bo'ladi deb o'ylaysizlarmi? Yo'q. U gap unda emas, tarbiya bo'lmasa borku, vorillatib arabcha gapirsa ham u mol bo'ladigan bola mol bo'laveradi. Arabchani gapirib turib anta borib, qancha xiyonat qilishi mumkin, birovni haqqini yeyishi mumkin, birovni haqorat qilishi mumkin. Atrofga bitta qarang, solishtiring. Prosta atrofga qarang-da, solishtiring. Chet elliklarni xulq-atvoriga qarang va musulmonlarning xulq-atvoriga qarang. Bo'ldi, menga shu yetadi. Men nechta o'zim faqat ko'zimga ishonaman va bunda atrofga qarayman. Bular bunaqa, bular bunaqa, bular bunaqa. Mana men bulardan o'rganish kerak. Men bulardan hech nima o'rganish kerak emas deyman. Mana men bulardan o'rganish kerak. Sababi qarab tursang, ularni yashayotgan hayoti ham yaxshi. Misol uchun farovonlik hammasi chet elda, nimagadir. Hech o'ylab ko'rganmisiz nima uchun? O'zbek xalqi ozgina boyisa ham Amerikaga ko'chib ketadi. Nimaga hech kim Afg'onistonga ko'chib bormaydi? Aytinglar, nimaga hech kim Iron, Pokistonga ko'chib bormaydi? Hamma Amerikaga ko'chadi, Koreyaga ko'chadi, Yaponiyaga ko'chadi, Angliyaga ko'chamiz. Hammam shunaqa. Mana pulim ko'payib ketsa Amerikaga ko'chib ketsam deyman. Nima uchun? U yerda anaqa bandasiga ko'proq erkinlik berilgan. Farovonlik hammasi u yoqda. Rahmat. To'g'rimi?